Bismillah. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa, keyingi zakazlarimizni ham ustanovka qildik. Bu yerga 3 ta eshik, 2 ta rom. Xudo xolasa akamizga olib kelib o'rnatdik. Qashqadaryoda qayeri aka? Beshkapa qishlog'i. Mana Xudo xolasa akamiz internetlardan ko'rib, Xudo xolasa eshiklar aka yoqdimi? Yoqdi, zakonniki. Mana Xudo xolasa akamizga olib kelib ustanovka qilib berdik. Hali aka kamchiliklari boshqalari Internetdan zakaz qilib, internetdan ko'rib, aloqa zakaz qildik. Mana haqiqatan qolganlarga ham tavsiya qilasiz aka. tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana aytilgan. Nasib bo'lsa, bu yerdan ham ko'p kelasiz aka. Aha, bo'ldi. Xo'p aka, Xudo xolasa. Qulluq bo'lsin aka, endi ishiromlar, Xudo xolasa. Biz endi bir qator azor qilib olamiz. Mana Xudo xolasa. Eshiklarimiz razmeriga kelsak, 1,5 ga 2,5 lik shohona fasonda bo'lgan. Oqidan ko'rishinglar mumkin. Masalan, naklari gilosi bo'lgan, 3 tadan oshgan mashina 08 qalinidan bo'ldi bu. Zamonlar ham original. Ochilib yopilishlari ham Xudo xolasa o'ta go'zal. Bu romlarimiz 1,5 ga 1,85 lik. Oynasi yo'qdi. Hermetiklangan. Qonni ichkarida padagonlarigacha kelib o'rnatdik. Bu bir qanotligi. Mana Xudo xolasa, qalinligi ham o'ta qalin, 4,5 sm ga tayyor bo'lgan. Baquvvat. Xudo xolasa, zamonlarda ham ishlashlari o'ta chotki. Bunimiz 90 ga 2,50 lik bunisi. Bu ham 1,5 ga 2,5 bir xilda bular. Kimga eshik xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimiz o'sha 99 439 96 90. Xohlasa mana O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovka bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda olib kelib ustanovka qilib beramiz. Agar o'zim ustanovka qilib olaman desa, dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.